Range Rover ko'rinishiga ega bo'lgan Xpeng GX mashinamizni sotuvdi. Saloni skromniligiga qaramasdan hamma narsa mana mash monitor orqali boshqariladi. Даже eshiklarni ham mana mash monitor orqali ochib yopishimiz mumkin. Hashamatli hayotda yoqtiradigan akalarimiz uchun bu mashina ayni muddao bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin, o'zining maxsus pardalari bor. Eng qiziqarli joylaridan bittasi, oynamizni 1 sekund oralig'ida ochirib to'qaradi. 6 o'rindiqli bo'ladi bu mashinamiz, kapitanskiy sidenye. Bundan buyog'iga yengil emas, o'sha maxsus displey o'zini, xolodilniki, obduf, abagrev massajlarigacha bor va panorama tom. Bu mashinamiz gibrid varianti bo'ladi. Общий zapas xodi 1548 km, 430 km tokda, 1000 km plus minus benzinda yuradi. Narxlariga keladigan bo'lsak 78500. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastda nomer qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqib, chiroyli narxlarda xarid qilishingiz mumkin.